Kia K3 do'stlar taqdimot marosimi boshlandi. Ochilish marosimi, ya'ni taqdimot yaxshi kayfiyatda o'tyapti do'stlar. Sizlarga yangi model K3 Sardorbek akamiz bilan birgalikda qisqa to'liq ma'lumotlarni berib ketamiz. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, yangilangan Kia K3 modelimiz bu 3-pozitsiyasi bo'ladi, ya'ni 270 millionlik pozitsiyasi. Aka savol berib ketaveray, nechta pozitsiya bor o'zi? Umumiy hisobda 4 ta pozitsiya bo'ladi. Bu eng fulldan bitta pog'ona. Motorlari qanaqa aka? Xo'p, motorlarga kelayotganimizda birinchi va ikkinchi pozitsiyalari 1.4 turbina, 1.4 обычный atmosferda bo'ladi. Uchinchi va to'rtinchi pozitsiyalari 1.6 motor bilan jihozlangan bo'ladi. Faqat birinchi pozitsiya mexanika korobka, ya'ni mexanika haydovchilar uchun bo'ladi. Qolgan pozitsiya hammasi AKTP, ya'ni обычный avtomat korobka. 2-3 tur avtomat korobka. Hammasida lyuk bo'ladimi aka? Xo'p, 3-chi va 4-chi pozitsiyada lyuk qo'shilgan. Bir bilan ikkida lyuk bo'lmaydi. Tushunarli. Bu eng fulli hozir. Bu 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya. 70 millionligi. Ot kuchi qanaqa bo'lardi aka? Xo'p, 1.6 motorli yaxshi taraf tsep bo'ladi. Boshqa atmosferada benzin tanlamaydi. Xo'p. Rasxodan kelayotganimiz o'rtacha 6,5 dan 7,5 shahar ichida yurishlarga qarab o'zgaradi. Gaz qo'ysa bo'laveradimi? Metan propan bo'lmasa shu. Xo'p, bundan tashqari motorlarga kelayotganimiz aytayotganimiz tsep bo'ladi. Xo'p, 123 ta 60 bilan jihozlangan bo'ladi. Tushunarli. 16 lik diska razmerli balonlar ekan bo'ladi, bemalol qo'shiladi. Salon hammasi qo'shinli aka bularniki? Bularda qo'shimcha material bo'ladi, ya'ni material jihozlangan bo'ladi. Obshikalari отдельный material ishlab chiqarilgan. 4 ta oynalari avtomatik bo'ladi. Yumshoq va qattiq plastik bilan jihozlangan bo'ladi. Tepada ko'rib turganingizdek lyuklarimiz bor, seziramiz anchagina ixchamgina. Abagriff bo'ladimi sizda? Abagrifflarimiz bor, rul abagrifflarimiz ham bor. Start-stop yonadi, avtoklimatlarga ega. Orqa tarafda ham 9 ona klimat kontrollarimiz bor. Ya'ni orqa qatordagi odamlar ham qisib qolmaydi. Konteyner yoki pechga qo'shayotganmiz, orqaga o'tadi hisob qilasiz. Bugun 22-may aynan shartnoma olish boshlanadi. Narxlar e'lon qilingan bo'lmasa, narxlardan e'lon qilingan. Bagajlarni kunda shartnoma berishni boshlaymiz. Xo'p, bagajga kelayotganimizda полностью коробкаlar sipsashloy, LED fara bilan jihozlangan, orqa kameralarimiz bor. K8larda chiqqan ekan, K5. Bundan tashqari bagaj qismimiz katta, 500 litrdan ziyod bo'ladi. Bir ro'zg'orda продуктasi ketadi. Pastda propan yoki tepada metan qo'yib ketsangiz ham bo'ladi. Xohishga qarab. Narxlar qanaqa aka? Xo'p, narxlari 220 milliondan 299 milliongacha. To'rtta pozitsiya aytganimda, narxlari pozitsiyaga qarab o'zgaradi. To'lov turlari-chi aka? To'lov turlari hozircha naqdda, ertadan boshlab kredit yoki rasxochkani ham e'lon qilamiz. Ertadan boshlab do'stlar. Hammalaringizni do'stlar Kia Adem Asr Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Manzilimiz do'stlar, chap tarafimiz Shayxali mostiga yetmasdan o'ng tarafimiz Uzunnovo svetofordan o'tib kelasizlar. Qizil metan zapravkani ro'parasida joylashgan. Sardorbek aka, sizga ham kattakon rahmat. Bemalol. Ma'lumot uchun nomerlar qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bemalol, qarshi adamasga qarshi buyurasizlar.